elim, xalqim, yurtim. Mana shu menga salgina yordam beringlar. Xudo sizlarga undan ziyod yordam bersin, Xudo. Assalomu alaykum barcha saxovatpesha insonlar. Mana men Yulduznur san'atkor. Mana shu inson yordamida hozir bir oilaga kirib keldik. Hozir shu oila haqida ma'lumot qoldiraman, ular bilan savol javob qilaman. Iltimos kuzatib boring, like va podpiskani ayamang. Hamdagi o'zlaringizni yordamlaringizni, Alloh yo'lida qiladigan ehson sadaqalaringizni mana shunday oilalarga ayamaysizlar degan umiddaman. Assalomu alaykum barcha saxovatpesha insonlarimiz. Mana bugun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Sherali qishlog'iga qarashli bo'lgan uylardan biriga o'tiribmiz. Bu yerda mana Xoldon ayani uylariga keldik. Hozirgi sharoitda gapirib o'tadigan bo'lsam, mana shu Xoldon ayani uylariga bittagina sizni yordamimizga muhtoj bo'lgan bir insonimiz bor. Mana shu insonimizga o'z yordamlaringizni ayamaysizlar degan umiddamiz. Mana Xoldon aya bilan muloqot qila olamiz. Bitta o'g'lingizni orzu umidlar bilan dunyoga keltirib shakllantirgansiz, o'qitgansiz, ishga solgansiz. Ana shu ismlari nima edi farzandingizni? Jabbar Shahzod. Shahzodjon, Jabborov Shahzodjon. Bu kishining ham farzandlari bormi, nevaralaringiz? Ikkita, bir o'l, bir qizchasi bor. Hozir ahvolingiz qanday, vaziyatingiz tushuntirib bering. Nimaga bunday ahvol? Shu nima qilyapmiz? Qashqada o'lan, Qashqadan Samarqanddan Toshkent bordi. Ikki buyruq qurigan deyapti. Buyraklari quriganmi? Ha, ikki buyruq qurigan. Shunday ilojsizman. Siz hozir o'sha buyrakni qurib, yolg'iz onaman. O'sha buyrak davolashga ham sizning imkoniyatingiz yo'q. Imkon yetolmaydi. Mana uylarni ahvolini ko'rib turibsiz. Oilamiz juda katta ko'makka muhtoj saxovatpesha insonlar. Iltimos xayr qilinglar. Masalan, bir kunga bitta xotdog yemassiz, lavash yemassiz, lekin sizda chiqargan 20 ming, 30 mingingiz Allohdan sizga 100 barobar, balki 1000 barobar bo'lib qaytadi. Haftasiga 2 million ketyapti. Haftasiga emas. Kuniga 2 milliondan ketyapti. Kuniga 2 million so'mdan xarajat bo'lyapti ekan. Unaqa xarajatda biz hatto o'zbek oilalarimiz ham 2 million so'mda bir oyga oziq-ovqat ishlatamiz. Bir dona buyrak bilan ham yashab ketish ehtimollari bor, ha? Nima qilish kerak edi? Qo'yish kerak, yoki buyrak uyg'otish kerak, shuni faqatgina mablag' Qanchalar taxminan 10 ming, 20 ming dollar ketib qoladi. Ketadi endi. Uzoq ketadi. Yaxshi. Xolajon, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa mana shu O'zbekiston ahlini insonlari barchasi mehribon bo'ladi. Yaxshi bo'ladi, yaxshi niyat qilaylik. Shahzod aka, sizning gaplaringiz bormi? Shahzod akani yaqinroq qilib oling. Sizni kelajakda qanaqadir orzungiz, qanaqadir niyatlaringiz, maqsadlaringiz? Yaxshi niyatlarim yaxshi niyat qo'yibman. Yaxshi niyat yaqinroq qo'yib. Hozir siz tezroqgina tuzalib ketish xohlaysiz, to'g'rimi? Ikkita farzandingiz tuzalib ketish xohlayapman. Yuragingizdagi, qalbingizdagi gaplaringizni gapiring. Sizni butun jahon kuzatadi. Yordam qo'llanadigan insonlarimiz juda ham ko'p. Shu oshnalarga qo'shilsam, oshnalarim keladi. Ishga chiqish xohlaysiz, yana qaytib. Xudo xohlasa tuzalib. Yaxshi ketsin. Bolalaringiz kutmoqchisiz yaqinda, to'g'rimi? Xoldon ayamizni telefon raqamlari hamdagi plastik kartalarni qoldiramiz. Iltimos, mana shu hozir ikkita qurbon hayiti o'rtasida turibmiz. O'z nima deydi, xayr ehsonlaringizni mana shu karta orqali ishonch hosil qilishlaringiz uchun telefon nomerlariga bog'lanishlaringiz mumkin. Yordam qo'lini cho'zinglar. Ilohi omin. Bitta omin qiling. Ildizga hamisha qo'shilib yursin. Ikki farzandini baxtiga omon bo'lsin, qarg'ili gashtini sursin. Qo'shgan bilan qo'shsa qarib, Xudoga ro'zg'orlarimga tinch bo'lib, qut baraka kirib kel, Xudoga Allohim yaxshilikka kunlarim yetib kelsin, Xudoga. Nasib qilsa shuni ularning to'y qilgan vaqtida to'ylarga yaxshi do'stlarim Xudoga omon eson sog' yurgan vaqtlari kelib, yuz ko'rishaylik. Xudoga Alloh Xudoga yaxshi bo'lib ketsin inshaalloh.